Assalomu alaykum. Bu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida amaliyotchi hamshira bemorning antropometriyasini qay tartibda kiritishini ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimiga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan qabulga yozuvlar paneli ustiga bosamiz va aktiv ustiga bosamiz. Bu yerdan qidiruv maydonidan bemorning to'liq ismi yoki tibbiy karta raqamini kiritib bemorni qidiramiz. Bemorni topganimizdan so'ng uning ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek bemor haqidagi ma'lumotlar chiqib keladi. Antropometriya bo'limiga o'tamiz va yangilash tugmasi ustiga bosamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek antropometriya oynasi ochiladi. Kerakli ma'lumotlarni kiritamiz. Bemorning bo'yi, bemorning vazni, bemorning tana massasi indeksi avtomatik tarzda chiqib keladi. Bemorning temperaturasi, bemorning sistolik qon bosimi, bemorning diastolik qon bosimi, bemorning qandli shakar darajasi, bemorning nabez tezligi va bemor haqida izohlar qoldirish kerak bo'lsa, izohlar kiritib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun, bemor sog'lom. Va shundan so'ng saqlash tugmasi ustiga bosamiz. Demak, bemorning antropometriyasini kiritish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.